Xabaringiz bor, mamlakatimiz bo'ylab o'tgan vaqt davomida kontrafaktsiz oy o'tkazildi. Uning doirasida respublika bo'ylab kontrafakt mahsulotlar savdosiga qarshi samarali kurashishda bojxona xizmati organlari ham faol ishtirok etdi. Yaqinda bojxona organlari tomonidan o'tkazilgan ko'p bosqichli tezkor tadbirlar doirasida 20 dan ziyod turli xorijiy brendlar nomi ostida sifatsiz va qalbaki kosmetika hamda parfyumeriya vositalarining yashirin sexi faoliyatiga chek qo'yildi. Tovarni qayerdan olasizlar? Xitoydan olamiz. Qlar arzon ekan. 6000 ga mana bu aloyeni ko'rdim. 700 ga. Ishlab chiqarish, o'zimizdan ishlab chiqarish mumkin. Ha, o'zimizda ham ishlab chiqariladimi? Buni sertifikatimi, sifatini tasdiqlaydigan hujjat bormi desa, shunaqa nimadir bormi hujjatlar? Bu kabi sifati kafolatlanmagan kosmetik vositalar qanday qilib savdoga kirib kelmoqda? Siz tasvirda xorijiy brendlar ostidagi kosmetika vositalarining shunchaki bo'sh qutisi, qadog'i, yorliqlari va himoya qoplamlarini ko'rib turibsiz. Bu mahsulotlar ortilgan yuk avtotransport vositasi kuni kecha bojxona qo'mitasining targetlash va xavflarni boshqarish boshqarmasi, Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi tezkor tuzilmalari va yallama chegara bojxona posti xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda to'xtatib qolindi. Bojxona ko'rigi davomida yuk avtotransport vositasiga hujjatlarda qayd etilganidek kiyim ilgich, turli ehtiyot qismlar, xo'jalik mollari kabi 13 turdagi tovarlar emas, aksincha, hujjatlarda umuman qayd etilmagan 21 turdagi tovarlar, shu jumladan yuz uchun krem, losyon, yuz niqobi, ifor taratuvchi suyuqliklar, surma kabi kosmetik vositalarning idish va qutilari, ularni ishlab chiqarish va qadoqlashda foydalaniladigan turli xom ashyo, yorliq va himoya qatlamlari borligi aniqlandi. Ularning umumiy qiymati esa dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra 3 milliard so'mdan oshmoqda. Sodda qilib aytganda, ushbu qadoqlarda mahsulot xorijda ishlab chiqarilganiga doir ma'lumotlar yozilgan bo'lsa-da, aslida esa mazkur soxta, qalbaki kosmetika vositalari keyinchalik ichki hududdagi biron yashirin yoki qo'lbola sexlarda tayyorlanib, qadoqlanishidan dalolat beradi. Bojxona qo'mitasining tezkor tuzilmalari tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi boshqa organlar bilan hamkorlikda tezkor tadbir davom ettirilib, ushbu tovarlar yetkazilishi nazarda tutilgan manzil aniqlandi. Natijada Bo'ka tumanidagi omborlardan birida xorijiy brendlar nomi ostidagi kosmetika va parfyumeriya vositalarining qalbaki nusxalarini ishlab chiqaruvchi yashirin sex faoliyati fosh qilindi. Sexda Yevropa mamlakatlari, Koreya, Birlashgan Arab Amirliklari, Xitoy kabi davlatlarning 20 dan ziyod turli mashhur brendlari nomi ostida ishlab chiqarilgan 280 ming donadan ortiq sifatsiz va qalbaki kosmetika va parfyumeriya vositalari hozirda vaqtincha saqlovga olingan bo'lib, ularning umumiy qiymati 10 milliard so'mdan oshmoqda. Shunday bemorlarga va aholiga maslahat bergan bo'lardimki, kosmetika vositalarini olib ishlatishdan oldin albatta sertifikatsiyadan o'tgan, qadog'i buzilmagan, tarkibi teri xususiyatlariga to'g'ri keladigan kosmetik vositalardan foydalanishni maslahat berardim. Yuqoridagi aniqlangan holatda bojxona xodimlari tomonidan shunchaki tovarlar to'xtatib qolindi emas, aksincha, minglab ayollarimizning go'zalligiga va salomatligiga yetishi muqarrar bo'lgan xavf-xatarning ham oldi olindi. Hozirda yuqoridagi holatlar yuzasidan bojxona organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.